Xullas, ertaga qo'shningni uyiga kir. Opoqingga ayt. Amakim yubordilar. Xitla tutib ketishdi. Narsalarni gundoq qilsin deb aytdilar degan. Tushunmaysanmi? Bu yog'ini keyin sekin. Bo'la onay opoqi, bo'la onay xitlaga qolmasin. Hay, xitlaring kim bolam? Milisa opoqi. Bo'la onay. Yana nimalar bor? Hozir. Voy sho'rim. Mana bo'ldi. Voy, sizlar kimsizlar? Biz milisadanmiz. Tintuvga keldik. Voy bo'lmasam. Endi nima bo'ladi? Nima bo'lardi? Tintuv qilamiz. Mana ruxsatnoma. Agar mollarni yashirmasdan yaxshilikcha o'z xohishingiz bilan topshirsangiz, eringizni gunohi yengillashadi. O'jalik qilsangiz, eringiz otiladi. O'zingizni ham qamaymiz. Voy. Meni qamamaylar. Voy, hamma narsa tayyor. Mana hammasi tayyor. O'zim olib borib beraman deb turuvdim. Qani, bratishka, men bilan mashinaga olib chiqish bor.